Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 8-darsimiz. Bugungi mavzuyimiz NSWIS metodi bo'ladi. Biz o'tgan darslarga StartWiz metodini o'tgandik. NWiz metodi nima? NWiz metodi stringda berilgan so'z yoki belgilardan tugashini tekshiradi. Ya'ni StartWiz faqat boshini tekshirardi, NWiz tugashini tekshiradi. Natijada true yoki false qaytaradi. Qachon ishlatiladi? Matn yoki biror so'z belgilar bilan tugaganini tekshirganda matnni, fayl turlarini yoki domen nomlarini tekshirganda, misol uchun rasmda yuklanganda JPGmi, PNGmi yoki domenlar OZN kabi narsalarni tekshirganda foydalaniladi. NSWiz metodidan foydalanish kodni kopiya qilib olaman. Yerga tashlayman. Oddiy tekst o'zgartirish e'lon qilingan. Bugun ob-havo yaxshi degan matn saqlanadi va konsol logga chiqarilyapti. NSWiz yaxshi degan so'z chiqarilyapti, ya'ni oxiridagi so'z yaxshi nuqtasi bilan true qaytaradi. Va NSWiz metodi ob-havo degan so'z chiqarilyapti, false, ya'ni bu nima string o'rtasida bo'lgani uchun chiqmaydi. Buni birinchi navbatda kommentariya qilib qo'yaman. Birinchi shu ikki qatorni tekshirib olamiz. Not strings.js true qaytaryapti, chunki yaxshi degan so'z matnning oxirida bor. Bu qatorni kommentariya qilib, pastki qatorni kommentariyadan chiqaraman. Yana bir ishga tushiramiz va false qaytyapti, chunki ob-havo degan so'z string ichida bo'lgani bilan bu oxirida emas, o'rtasida turibdi. Mana endi ikkinchi qismga o'tamiz. NSWiz qaysi indeksdan boshlab tekshirishni belgilash mumkin? Ya'ni indeksdan boshlab deganda qaysi, nechanchi indeksgacha tekshirishni berishimiz mumkin. Kodni kopiya qilib olaman. Ya'ni bu yerda ham oddiy tekst o'zgaruvchisi. Biz bugun sport bilan shug'ullanamiz. Matnini saqlayapti va konsol logga text NSWiz metodi chaqirilyapti va sport degan so'z berilyapti. Indeksga 15 berilyapti. Ya'ni bu 15-indeksgacha tekshiradi, 15-indeksdan emas. Ya'ni shu joyga NSWiz metodini o'zining xususiyatini yo'qotadi desak ham bo'ladi. Default holatiga bu faqat stringning oxiridagi belgidan tekshirish kerak edi, oxiridagi so'zni tekshirish kerak edi. Lekin ikkinchi qiymat berilgandan keyin bu matnni boshidan boshlab 15-da indeks sanaydi va o'sha 15-da indeks ichidan berilgan so'zni qidiradi. Misol uchun 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya'ni ana 15-indeksgacha bo'lgan joydan sport so'zini qidiradi. Kodni ishga tushirib ko'ramiz. True qaytyapti. Ya'ni sport so'zi 15-ta indeksga bor agar buni 10 qilib qo'yadigan bo'lsak. Bu false qaytaradi, chunki 10-indeksgacha sport so'zi yo'q. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S harfi bilan boshlanib qolar ekan, sport so'zi mavjud emas. Uchinchi qismga o'tamiz. Case sensitive katta-kichik harflarning farqi bor. Oldingi metodlarimizga o'xshab. Shuni ham kopiya qilib olaman. Konsol logga to'g'ridan-to'g'ri chiqarilyapti. Muhriddin degan ism va NSWiz din, ya'ni oxiridagi din qo'shimchasi bor yoki yo'qligini tekshiryapti birinchi qator. Ikkinchi qatorni kommentariya qilaman. Birinchi qatorga true qaytyapti, chunki din so'zi rostdan ham bor. Din degan qo'shimcha rostdan ham Muhriddin ismining oxirgi 3 ta harfi. Va birinchi qatorni kommentariya qilaman. Va pastki qatorni ochaman. Buni ishga tushirib olamiz. Bu false qaytaryapti, chunki Muhriddin ismiga din harfi, din qo'shimchasi bo'lgani bilan din bu yerda kichik harf bilan va NSWiz metodiga biz din qo'shimchasini bosh harf bilan beryapmiz. Shuning uchun ham bu false qaytaryapti. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.